Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Sizlarga Samarqand mashina bozoridan Nexia 1, Nexia 2 lar narxlarini ko'rsatib boraman. Har xillardan bir variantga, arzonga. Agar siz kanalimizga yangilardan birisiz, pastda podpisatsiya tugmachasini bossangiz, bizdan chiqayotgan videolarni birinchilardan bir ko'rsangiz bo'ladi. Yuqorida Instagram kanalimiz bor, ularga ham kirsangiz har xil videolarga qo'yib boraman. Bizni boshladik. Sizlar uchun yili 2015 ga 2016 dan ko'rsatib boryapman. Holati yaxshi holatda ekan. Tex pasportiga 2015 lekin kuzov 2016 ekan. Farlarga e'tibor bering, farlar LED qilingan. Hozir motor hadolarni ko'rsataman sizlarga. Motor gibrid, lux konditsioner, metan yuztaligidan o'rnatilgan. Yon tomondan ko'rinishlari, balonlar yaxshi holatda turibdi. Labovoga e'tibor bering, labovolar gerb qilingan. Salon ishlarini ko'rsataman. Salon ishlari mana lux konditsioner. Salon ishlariga e'tibor bering, salon ishlari ham zo'r holatda turibdi. Polik evakor tashlab qo'yilgan. Chiqonlari bor. Yurgan probegi 4,5 kuruk yurgan. Audio sistema, orqadan ko'rinishlari, orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Mashina qayer mashina aka? Mashina Urgut mashina ekan. Xo'sh. Orqalari mana ko'rsangiz bo'ladi. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Zapaska balon joyida turibdi. Yon tomondan ko'rinishlari, kraskasi mana shu yerda, faqat mana bu yonda keyin kapot ustida bor ekan, lekin ichiga o'tmagan, suyak butun ekan, udar-pudar bo'lmagan ekan. Akamiz bu Nexia 2 ni qancha so'rayapsiz? 4200 so'rayaplar, ya'ni savdosi ham bor ekan. Savdo brendan sizga chiroyli qilib berar ekanlar. General qilib berasizmi? Kelishamiz. Xo'sh, telefon nomer 93lik 724 14 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Buni sizlar uchun yili 2005 dan topib qo'yapman. Holatchasiga e'tibor bering. Holatchasi yaxshi holatda turibdi. Farlar LED qilingan, lux konditsioner, motori sonstramblyor. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Motor hadolarida hech qanday ish yo'q ekan, moy-poy enar ekan. Mejgar putlari bor ekan, tonirovkasi bor. 4 ta eshik shumga qilingan. Salon ishlariga e'tibor bering. Salon ishlari ham yaxshi holatda turibdi. Chiqonlari bor, polik bor. Yurgan probegi 2 kuruk yurgan. Audio sistema, orqadan ko'rinishlari, orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Aka, mashina qayer mashina aka? Mashina Urgut mashina ekan. Orqalari ma'lumot ko'rsangiz bo'ladi. Tablet egasi turibdi. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Yon tomondan ko'rinishlari, kraskasi ikkita eshikda, keyin kirloda bor ekan, lekin ichiga o'tmagan, udar-pudar bo'lmagan ekan. Akamiz bu Nexia 1 ni 3,5 deyaptilar, sizlar uchun savdolashib 3000 ga qo'yibman. Yana ozroq sunnatga o'tib beraman deb aytibdilar. Aka, generalga berasizmi? Xo'sh, telefon nomer 93lik 337 94 17 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Siz ikkini sizlar uchun zo'rdan topib qo'yibman. Yili 2015, holatchasi yaxshi holatda ekan, tiniq holatda ekan. Farlarga e'tibor berib qarang, farlar LED qilingan. Metan 90 taligidan o'rnatilgan. Motor hadolarida hech qanday ish yo'q ekan. Motor hadoviga javob ekan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Mejgar putlari bor ekan. Tonirovkasi bor ekan. Salon ishlarini o'z ko'rsataman. Salon ishlari lux konditsioner, polgar evakor tashlab qo'yilgan, chiqonlari bor. Yurgan probegi 139 ta yurgan. Start-stoplargacha bor ekan. Audio sistema, orqadan ko'rishlari, video registrator ham bor ekan. Mashina Toshkent mashina ekan. Orqalari maraman ko'rsangiz bo'ladi. Orqalari ham tiniq holatda turibdi. Zapaska balon tushmagan, yaxshi holatda ekan orqalari ham. Yon tomondan ko'rinishlari. Aka, kraskasi qayerda bor aka? Aka. Kraskasi mana shu yerda. Mana shu yerda bitta pitnochasi bor ekan. Ichiga o'tmagan ekan, lekin udar-pudar bo'lmagan ekan. Akamiz bu Nexia 2 4800 dedilar. Bo'lishi taqalgan, faqat narxga qo'yibman. Faqat oluvchilar telefon qilsin. Undan bir so'm ham tushmayman. Faqat narxga deyaptilar. Aka, telefon nomer aka? 94lik 473 3168 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 ni sizlar uchun zo'rdan topib qo'yapman. Kraska tozasidan. Farlarga e'tibor berib qarang, farlar LED qilingan, yo'llar ablisovka qilingan. Yili 2016 ekan. Tex pasport ham, kuzov ham 2016 ekan. Motor hadovalari ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Kraskasiga 100% javob deb aytibdilar. Marhamat ko'rsangiz bo'ladi. Motor gibrid, lux konditsioner, metan 90 taligidan o'rnatilgan. Motor hadovalarida hech qanday ishi yo'q.
Agar kraskasi bironta muammo chiqsa, kraskasi chiqib qolsa, 100% pulingizni qaytarib berar ekan. Любой usta bilan kelib tekshirib olsangiz bo'lar ekan. Balon holatda qarang, balon hozir ham yaxshi holatda turibdi. Tonirovkasi bor ekan. Mashina katta qo'rg'on mashina ekan. Solishiga e'tibor bering. Solishilar lyuks konditsioner. Solishilar ham zo'r holatda, tiniq holatda turibdi. Chiqonlari bor, polliklari bor. Yurgan probegi 113 ta yurgan. Audio sistema, orqadan ko'rinishlari, orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Hozirgi orqalari ham ko'rsataman. Qaramat ko'rsangiz bo'ladi. Orqalari ham medan gaz turibdi. Zapaska balon joyda turibdi, tushmagandan ekan. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Yon tomondan ko'rinishlari, akamiz bu Nexia 2 ni 5300 debdi. Endi sunatiga ozroq o'tib berar ekanlar. Generalka berasizmi aka? Xo'sh. Telefon nomeri aka? 94 474 37 77 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 sizlar uchun zo'ridan top qo'yapman, hurmatli obunachilar, narxi zo'ridan. Videoni albatta oxirigacha ko'ring. Faralarga e'tibor berib qarang, faralar LED qilingan. Motor hadoylarda hech qanday ishlar yo'q ekan. Motor 1.6 4-pakani propan tabletga gaz o'rnatilgan. Balon holatlarini qarang. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Hadoyga javob deblar, любой usta bilan kelib tekshirib olsangiz bo'lar ekan. Motor hadoylarda ishlash yo'q ekan. Tonirovkasi bor. Soundshar lyuk. Soundshar e'tibor bering. Soundshar ham zo'r holatda, tiniq holatda turibdi. Yurgan probegi 6 kuruk yurgan, monitor yaxshidan qo'yilgan. Zo'ridan orqalariga e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Aka, bagajni ochib o'rasizmi aka? Mashina qayerda mashina aka? Mashina Samarqand shahar mashina ekan. Orqalariga e'tibor bering. Mana tabletiga turibdi. Zapaska balon berar ekanlar. Orqalari ham yaxshi holatda. Yon tomondan ko'rinishlari, mashina asfalt qilingan, lekin ichiga o'tmagan, udar-pudar bo'lmagan, suyak butun ekan. Aka, generalka berasizmi? Generalka berasiz? Xo'sh, telefon nomeri aka? 93lik 070 95 99. Narx qancha aka? 25 million sizlar uchun qo'yapman. Albatta oluvchilar telefon qilsin, faqat narxga deblar, 25 million bo'ladigani qo'yapman. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 uchun zo'rdan topib qo'yapman. Kraska tozasidan любой usta bilan kelib tekshirib olsangiz bo'ladi. 100 kraskasi 100% javob deb aytibdilar. Faralarga e'tibor berib qarang, faralar LED qilingan, yili 2014 ga 2015 ekan. Kuzov 2015, texpasportga 2014 yozilgan ekan. Labovoyga e'tibor berib qarang, labovoylari gerb qilingan, mejgar pullari bor ekan. Hozir motor hadoylarini ko'rsataman. Motor 1.6, propan tabletga gaz o'rnatilgan 3-pokoleniya, dekor akkumulyatorlar. Motor hadoylarida hech qanday ish yo'q ekan. Moy yemar ekan. Balon holatlariga qarang, balon holatlari yaxshi holatda ekan. Mashina shumga qilingan, tonirovkasi bor ekan. Mana salonchiga qarang. Salonchi lyuks, zo'r holatda, tiniq holatda turgan ekan. Polga evakor tashlab qo'yilgan. Chiqonlari bor, yurgan probegi 125 ta yurgan. Audio sistema, orqadan ko'rinishlari, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Mashina qayerda mashina aka? Mashina qayerda mashina? Mashina Urgut mashina ekan. Orqalariga e'tibor bering. Propan gaz turibdi, orqalari ham zanglagan, qirilgan joylari yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari, kraskasiga 100% javob, toza deblar. Akamiz bu Nexia 2 ni 4800 deblar. Sam avto brenddan chiqsa, yana chiroyli narxda qilib berar ekanlar, sunatiga o'tib berar ekanlar, chiroyli narxda qilib. Generalka berasizmi aka? Xo'sh, telefon nomer 99lik 357 09 82. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Sizlar uchun 2900 dan topib qo'yapman. Holatchasiga e'tibor berib qarang, holati yaxshi holatda ekan. Faralar LED qilingan. Hozir motor hadoylarini sizga ko'rsatib boraman. Motor 1.6, metan 90 talikdan o'rnatilgan, motor hadoylari hech qanday ish yo'q ekan. Balon holatlari yaxshi holatda ekan. Mashina qayerda mashina aka? Mashina katta qo'rg'on mashina ekan, tonirovkasi bor ekan. Salon ichiga e'tibor bering. Salon ichida lyuks, chiqonlari bor, polliklari bor. Yurgan probegi 4 kuruk yurgan, audio sistema, orqadan ko'rinishlari, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Orqalarini sizlarga ko'rsatib boraman. Metan turibdi. Orqalari ham yaxshi holatda ekan, lekin marhamat ko'rsangiz bo'ladi. Zapaska balon joyda bor. Yon tomondan ko'rinishlari, mashina faqat asfalt qilingan ekan, lekin ichiga o'tmagan, suyak butun ekan, udar-pudar bo'lmagan ekan. Aka, qancha so'rayapsiz aka? Qancha?
35 million deyaptilar. Sizlar uchun savdolashib 32 millionga o'tib qo'yapman. Yana ozroq savdosi ham bor. Samavto brendidan chiqsangiz chiroyli qilib berar ekanlar. Generalga berasizmi aka? Beraman. Xo'sh, telefon nomer 99 lik 667 49 50 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Lekin sizlar uchun yili 2015 dan topib qo'yapman. Holatchasiga e'tibor berib qarang, holati yaxshi holatda ekan. Texnik pasport ham, kuzov ham 2015 ekan. Faralarga e'tibor berib qarang, faralar LED qilingan. Hozir motor hadolarini ko'rsataman. Motori gibrid, metan 80 taligidan o'rnatilgan. Motor hadolarda hech qanday ish yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari, balon holatlar yaxshi holatda ekan. Mijgar pullari bor ekan. Tonirovkasi bor ekan. Salonchaga e'tibor berib qarang. Salonchalar ham yaxshi holatda ekan, zo'r holatda ekan. Tiniq holatda. Yurgan probegi 2,5 km yurgan, audio sistema, orqadan ko'rinishlari, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Mana hozir orqasini sizlarga ko'rsatib boraman. Orqasini ham ko'ring. Zapaska balon joyda turibdi. Yon tomondan ko'rinishlari, kraskasi faqat asvejit qilingan ekan, lekin ichiga o'tmagan, udar-pudar bo'lmagan ekan. Aka, qancha so'rayapsiz aka? Aka, variantga 10 million bersa, qolganini Xo'sh, 38 million qoladi, 1 yilga qilib beramiz. xo'sh, telefon nomer aka? 77 lik 77 9 9 11 17. 11 17 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ikkini sizlar uchun zo'rdan yili topib qo'yapman. Yili 2013, faralarga e'tibor berib qarang, faralar LED qilingan. Texnik pasport ham, kuzov ham 2013 ekan. Motori 1.6 Lux konditsioner, metan 90 talikdan o'rnatilgan. Motor hadolarda hech qanday ishi yo'q ekan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Shumka qilingan ekan, mashina tonirovkasi bor. Salon ichini lasetti qilingan ekanlar. Yurgan probegi 173 ta yurgan, audio sistema, orqadan ko'rishlari, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Orqasida zapaska balon bor ekan. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Egalarining aytishlaricha zo'r holatda ekan. Kraskasi necha foiz bor aka? 20-30% bor ekan. Qancha so'rayapsiz aka? 4 ming deyapti, kestirib beramiz. Samavto brendidan chiqqan necha pul berasiz? Samavto brendidan chiqsa. Siz obunachilardimi? Ha. 3600 bersin. Bir obunachilar mazza qilsa, mashinasini aka. 3600 bersinlar. 3600 bersalaringizga naqd qilib berar ekanlar. Vi ko'p narsaga ham beramiz. Xo'sh, telefon nomer. 93 lik Xo'sh, 340 xo'sh. 74 Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Sizlar ikkini sizlar uchun 2014 ga 2015 dan topib qo'yapman. Texnik pasportga 2014, lekin kuzov 2015 ekan. Hozir motor hadolarni sizlarga ko'rsatib boraman. Maraman motor hadolarini ko'rsangiz bo'ladi. Motor 1.6, 3-pakalni parapan tabletka gaz o'rnatilgan, Delcor akkumulyatorlarda motor hadolarida hech qanday ish yo'q ekan, moy qo'yilmay ekan. Balon holatlariga e'tibor bering, balon holatlari yaxshi holatda ekan. Labovoyga e'tibor berib qarang, labovoylar gerb qilingan, mijgar purtlari bor. Mashina shumka qilingan. Salon ishlari Lux, maraman ko'rsangiz bo'ladi. Poliglar evakor tashlab qo'yilgan, chiqonlari bor. Yurgan probegi 125 ta yurgan, audio sistema, orqadan ko'rishlar, orqalariga ham e'tibor bering, qanday zo'r holatda, tiniq holatda turgan ekan. Akamiz mashinani zo'r saqlagan ekanlar, yaxshi degan ekanlar. Hozir orqalari ham ko'rsataman sizlarga, maraman ko'rsangiz bo'ladi. Orqalari ham yaxshi holatda, propan gaz turibdi. Mana zanglagan joylari yo'q. Yaxshi holatda ekan. Yon tomondan ko'rishlari, akamiz bu kraskasiga javob 100% debdilar. Любой usta bilan kelib tekshirib olsangiz bo'lar ekan. Yon tomondan ko'rishlari. Aka, telefon nomer aka. Ayting telefon nomeringizni. 99 lik 357 09 82. Qancha so'rayapsiz aka? 4800 yana ozroq savdosi ham bor, savdo o'rtadan chiqsangiz aka. Generalga berasizmi? Xo'sh, telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Telefon nomer 99 lik 357 357 09 82. 82 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ikkini sizlar uchun zo'rdan topib qo'yapman. Kraska tozasidan. Motor hadolarida hech qanday ish yo'q ekan. Kraskasi 100% javob deyaptilar. Любой usta bilan kelib tekshirib olsangiz bo'lar ekan. Yili 2015 ga 2016, texnik pasportga 2015, lekin kuzov 2016 ekan. Faralarga e'tibor berib qarang, faralar LED qilingan. Hozir motor hadolarini ko'rsatib boraman. Motorchaga e'tibor bering. Motori zo'r holatda ekan. 1.6 metan 100 taligidan o'rnatilgan. Motor hadolarida hech qanday ish yo'q. Moy yemar ekan. Faralar LED qilingan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Mijgar pullari bor ekan.
Mashinacha tiniq holatda turgan ekan. Tonirovkaga ruxsatnomasi bor ekan. Salonchilar lyuks, salonchilarga e'tibor berib qarang. Salonchilar ham zo'r holatda, tiniq holatda turibdi. Polik evakor tashab qo'yilgan. Yurgan probegi 92 ta yurgan, audio sistema, orqadan ko'rishlari, orqalari ham yaxshi holatda, tiniq holatda turibdi. Mashina qaysi mashina aka? Mashina Kattaqo'rg'on mashina ekan. Mana orqalarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Metan 100 talik turibdi. Orqalarida ham qirilgan joylari yo'q ekan. Yaxshi holatda turibdi. Yon tomondan ko'rishlari. Akamiz bu Nexia 2 ni qancha so'rayapsiz? 5400 deyapsiz. Ham avto brenddan chiqadi. Shu narxda qilib berar ekanlar. Zo'r narxda qilib berar ekanlar. Xo'sh, aka generalga berasizmi? Generalga chiqadi. Telefon nomer 99lik 99lik 356 356 6801 68 01 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ikkinchi sizlar uchun zo'ridan top qo'yib, holatchasiga e'tibor berib qarang. Holatchasi yaxshi holatda ekan. Parallel led qilingan, yili 2015, texpasport ham kuzov ham 2015 ekan. Mejgar pultlari bor ekan. Hozir motor xatolarini ko'rsataman. Motor 1.6 4-pokoleniya propan tabletkaga o'rnatilgan Delcor akkumulyatorlarda motor hadovalarda hech qanday ish yo'q ekan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Mashina qaysi mashina? Mashina Samarqand shahar mashina ekan. Tonirovkasi bor ekan. Luks ichi, salon ichiga e'tibor bering. Salonchilar ham tiniq holatda turibdi. Chiqonlari bor, poliklari bor. Yurgan probegi 155 ta yurgan. Audio sistema gentrollar turibdi. Orqalari holatlari yaxshi holatda ekan. Xo'sh. Kraskasi qayerlarda bor aka? Kapot kirlarda kraskasi bor ekan. Suyak butun ichiga o'tmagan, udar-pudar bo'lmagan ekan. Orqalari qarang. Orqalari ham qanday zo'r tiniq holatda, yaxshi holatda turibdi. Zaposka balon yo'q ekan. Berarkanlar tabletga gaz turibdi. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Yon tomondan ko'rinishlari. Aka qancha so'rayapsiz aka? 4500. 4500. Sam avtobensin hozir sunatga o'tib berasiz aka. Xo'sh, generalga berasizmi aka? Gaplashamiz. Xo'sh, telefon nomer aka? 91lik 91lik 535 535 1335. 1335. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar.